Bolalarim yaxshi ko'rib yeydigan yumshoqqina yurakchali bulochkani tayyorlaymiz. Bunga bizga 200 milligram sut, 70 gramm shakar, 10 gramm dro'jji, 5 gramm razıxli til va bitta tuxum kerak bo'ladi. Avval hammasini yaxshilab aralashtirib, keyin orqasidan 500 gramm oliy navli unni qo'shib, avval chala holatida qorib olib, keyin 20 gramm yog' solib, uni yaxshilab qorib olamiz. Xamir tezroq oshib chiqishi uchun pechga issiq suv qo'yib, xamirni oshiramiz. Xamir oshib chiqqandan keyin 100 gramm bo'laklarga bo'lib, dumaloq qilib tindiramiz. Tingan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, xohlasanglar shakar bilan yong'oq qilinglar. Men faqat bolalarim shamollagani uchun mayiz va shakardan foydalandim. Ko'rsatilgandek qilib tugib, o'rtasidan kesib, listga joylaymiz va yana 10 minut tindirishga qo'yamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, 180 gradusga 30 minutga pishirishga jo'natamiz. Yumshoqqina bo'lib pishadigan bulochkalarimiz tayyor. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, saqlanib qilib oling va yaqin dugonalaringizga jo'natib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, bittagina like bosing.